Oila ravnaqi faqat ayol kishiga bog'liq. Erni doim qorni to'q, uy toza va qizlar doim yuvilgan bo'lishi kerak. O'g'limga doim nonushta tayyorlab ber, lekin qandaydir sut va non emas. Go'sht va guruchli maxsus taomlar bo'lsin. Ko'rinishidan otang sen kabi tarbiyasiz qiz o'stirganidan afsuslansa kerak. Lekin o'g'lim sen kabi qizni sevib qolgan ekan, uni sababi bo'lishi mumkin. Bu to'y bo'lmaydi. Toy kampir, ko'zlaringni och. O'g'ling dunyodagi yagona erkak emas. Bu to'yni sen emas, men bekor qilyapman. Tushunarlimi? Toy, nima bo'ldi? Nima deb o'ylaganding? Seni tashlab ketyapman. Toy, aqldan ozdingmi?